Heyo do'stlar, qandaysizlar, yaxshimisizlar? Bugun sizlar bilan roligimizda Premier Liga Soccer 2026-yilning futbolini hozir Barselona bilan Global Challenge, ya'ni Chempionlar Ligasini o'tkazamiz. Xo'p, tarkibni tushuntiraman. Hujumda Lewandowski, chap qanotda Rafinha, o'ng qanotda Yamal, o'rtada Lopez Olmo va De Jong. Himoyachilar Balde, Garcia, Kubasi va Kunde. Va darvozabon Garcia. O'zimni komandam hujumda Sits, Noses, chap qanotda Govea, Madison, Froholt va Rodrigo. Himoyada Strowild, Calabesi, Rudiger, Petitol va darvozabon Yanderko. Xullas, o'yinni boshlaymiz. Bu o'zining formasi. Avvalgi formasini kiydirib qo'yamiz va o'zimizni oq forma bilan boshlaymiz. Xo'p, unda do'stlar, o'yinni boshlandi mana. Asta-sekin chiqib kelishmoqda. Tarkib hozir aytdim. Iniesta, Kubasi, Olmo, Stadion o'zimizni uyimizda bo'ladi. Unchalik emas va o'yin boshlandi mana. Balde, chiqib ketdi o'yin. Rodrigo, Firmin, Frenkie de Jong va uzatma xato bo'ldi. Hoy, bu yerda kimlar bor? Lamine Yamal to'pni qo'lga olgan. Lamine Yamaldan uzatilib ketdi. Xato taylashdi-da mana shu uzatmani. Noses shu yerdan zarba, voy, yaxshi. Joan Garcia o'yinni boshlab berdi. Kubasida Kunde. Bu yerda Olmoga taylab berildi. Bu Olmodan yaxshigina xatolik bo'ldi hozir. Va shu xatolik qimmatga tushmasa demoqchi edim va Garciadan yana bitta save. Rudiger, Sit, Kunde. Hakamga tegib ketdi ku. Xo'sh. Nosesdan albatta chiroyligina mana. Noaniq uzatma. Boshlab berishdi va 30-daqiqada hozircha aniq. Voy! Bu yerda Lisbon va jamoalarda Mumbangni 28-daqiqada Lisbonga bitta gol urilibdi. Xo'sh. Yaxshi. Sit va yana bitta gol. Gol. Voy, yana Garciadan save. Sit, yaxshi. Garcia malades, lekin Garcia ko'p save qildi.
Offside bor, offside bor. Tekinmaslik kerak, offside bor. Yaxshi. Va birinchi taym tugadi. Va endi ikkinchi taymni ko'ramiz-da, do'stlar. Noaniq uzatmalar anchagina ko'paydi. Ha. Yaxshi, hozir hujum bor, bitta bor. Yaxshi. Va bo'ldi mana. Noses jarohat olmoqda. Xo'sh, bizga hozir tepadigan odam bor. Tepadigan odamni qo'yib olamiz. Madison. Va barobar bo'pti. Keyingi o'yin mana. Ey. Va bu yerda ham noaniq uzatma. Madison. Sits shuda. Sits. Voy. Go'ya. Jarohat olib. O'yindan chiqib ketgan o'rniga Otorbi tushmoqda. Yana noaniq uzatmalar. Sits. Va gol. Sitsdan ajoyib gol. Dario Sits, молодец, 63-daqiqada. Hozircha 1-0. Lisbonda qo'yinda 60-daqiqada Kubar hisobini oldi. Voy Rafinha. Ha yo'q. Pedri. Rafinha. Bo'ldi. Garcia. Lamin Yamal. Lamin. Lamin. Salgina o'zgartirish. Hop, Justo Sits o'rniga tushmoqda. 3-1, молодец. Уже o'yinda 3-1 bo'ldi. Shu yerdan zarba tepadimi? Yo'q. Yaxshi, Ferran. Bu yerda Lamin Yamalda. To'p Lamin Yamalda va gol. Lamin Yamal barobar hisobida. Hop, golni ko'ramizmi? Mana o'sha gol. Lamin Yamalni o'zi tepa qoldi-da. Yaxshi, barobar. Endi bu yog'iga nima qiladi Twix jamoasi? Shanjeldan gol. Qanday chiroyli. Hozirgina gol bo'lib turgandi-ya. Kubar молодец. Hop, golni ko'ramiz. Prosta oddiygina uzatma mana. Bu yerda sal himoyasida o'rtadagi himoya qiyin bo'ldi-da. Mnogo. Hop, oxirgi davay. Oxirgi uzatmalar nima bo'ladi? Oxirgi imkoniyatda. Yo'q. Shu va bo'ldi. Twix jamoasi Barselonani mana
yutmoqda. Va o'yinning matchchisi bu Anjel Peres. Xullas do'stlar, mana o'yin shunaqa bo'ldi. Menimcha bugunga yetadi. Agarda videochamiz yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolargacha xayr.